Assalomu alaykum. Bizda oyma-oy sotuv ma'lumotlari bor. Biz o'sha oyma-oy sotuv ma'lumotlarini yillik va oylik hisobot shaklida keltirib, jami miqdorda shakllantirishimiz kerak. Bunda mm, bizga bundan ma'lumotimiz bor. Mana bizda sanalar, mahsulot nomi, sotuv miqdorlari bor. Biz buni endi 2025-yil 5-oyda qancha sotuv bo'lganini topmoqchimiz. Bunda mana checkbox yasaganmiz. 2025, 26, 27-yillar mavjud. Bunda 12 ta oy. Bizga har oyda jami sotuv summasi kerak. Buning uchun sum ifs formulasi, sizlarda agar ruscha bo'lsa sum если min. Sum if qo'shiladigan qator, ya'ni son mavjud qator, birinchi son mavjud qator keladi. Keyin biz buni sanalar formatini yillarga o'girib olishimiz kerak. Buning uchun bizga array formula, bu jami ustunni belgilaydi. Keyin year funksiyasi. Year funksiyasi bu o'sha ma'lumotlarni bizga yil ko'rinishida keltirib beradi. Yil funksiyasi va yilga teng bo'lsin. Mana 2025-yildagi jami sotuvlar, 2025-yildagi jami sotuvlar bizda 138 tashkil etyapti. Mana 138 soni chiqdi. Endi bizga 138 emas, faqat yil emas, oylar ham kerak. Yana shu formula, array formula butun ustunni belgilash uchun. Keyin endi biz boya year funksiyasi bilan yilni chiqargandik. Endi months, ya'ni oy funksiyasi bilan bu qiymatlarni oyga aylantirib olamiz. Butun ustunni belgilaymiz va bu teng bo'lsin bunga 77. Mana may oyidagi sotuv miqdori 77 ta bo'lsin. Endi biz bir xil mahsulot deb tasavvur qilaylik. Bir xil mahsulot bo'la qolsin. Bir xil mahsulot 77 tadan bo'ldi. Endi qo'shimcha kiritib, buni sotuv summasini mahsulot ko'rinishida, mahsulotlar kesimida o'zgartirsa bo'ladi. Umumiy olganda o'sha formula. Endi bizga savol tug'ilishi mumkin. Men faqat yilni ko'rishim kerak, oyni keragi bo'lmasin. Misol uchun 25-yilda umumiy ko'rishim kerak desa, bu qiymatni olamiz. Bu qiymatni mana shu formulamizda kopiya qilib olamiz. Qirib olamizda if formula yozamiz. Если, agar ruscha bo'lsa если, agar bu qiymat teng bo'lsa 0 ga bu formulamizni yozamiz va bu formulamizdan oyni ayirib tashlaymiz. Mana oy qiymatini olib tashlaymiz. Bu yerda negadir false bo'lib qoldi. Oy qiymatini olib tashlaymiz. Bo'lmasa deymiz, boyagi eski qiymatga, birinchi qiymatga qaytsin deymiz. Bu yerda formulamizda qanaqangidir xatolik yuzaga keldi. Qanaqa xato? Formula to'g'ri. Mana bu yerda mana 77 ta bo'lyapti. Mana eski holatida. Bunda qiymat borligi uchun 77 ni hisoblayapti. Endi mana bu qiymatni o'chirib qo'ysak, jami qiymat chiqishi kerak edi. Jami qiymatni chiqarmadi. Demak, bu teng, uzr. Bu yer 0 bo'lmabdi. Mana jami 2025-yildagi savdo miqdori 138 ta bo'ldi. Endi biz buni 26-yilga o'zgartirsak, mana 2026-yilda jamisi 184 ta, bu yerda ham 184 ta. 2025-yilda endi oyni tanlasak, mana bu yerda faqat 5-oyda to'lov bo'lgan. Mana biz 4-oyda qilsak 0 qiymat chiqyapti. 4-oyda savdo bo'lmagan.
Endi mana 6-oyda tanlasak iyun 61, mana iyunda ikkalasini qo'shsak 60 bitta. Endi 2026-yil qaysi oyda? Mana 2-oydagi sotuv. 26-yil 2-oy, 26-ikkinchi oyda 30 ta. Endi bu yerga qiymat qo'shamiz. 27-yil 26-fevralda o'sha mahsulot birdan 485 ta sotdik. Bu yerga o'tamiz. 2027-yilda tanlab, 2-oyda tanlasak 485 ta 1-oyda sotuv bo'lmagan. Shuning uchun o'sha qiymatni chiqardi. Formula manfaatli bo'lsa xursandman. Rahmat.